Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hikmat so'zini juda ko'p ma'nolarga ishlatgan. Hammasi haqiqatan hikmat ekanligidan dalolat beradi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba wal hikma va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Alloh taolo ushbu oyat karimada marhamat qilib aytayaptiki, xuddi biz sizlarning ichingizda o'zingizdan rasul yuborganimiz kabi. Ya'ni bu islom ummati uchun buyuk faxr. Alloh aytayapti, sizni ichingizdan rasul yubordik deyapti. Osmondan tushirgani yo'q. Boshqa yoqdan olib kelgani yo'q. Aynan shu ummatni ichidan nabiy tanlab oldi. Ana endi o'sha ummatni ichidan tanlab olingan Allohning mahbub nabiyisini sifatlayapti Alloh taolo. Yatlu alaykum ayatina. U sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradi. Qur'on oyatlarini Nabiy alayhisolatu vassalom ummatlariga tilovat qilib berganlar, yetkazganlar, hamma tarafdan bekami ko'z omonatni ado etganlar. Va yuzakkikum, va sizlarni o'sha payg'ambar poklaydir. Gunohlardan poklaydi. Yomon axloqlardan poklaydi. Nafsingizni poklaydi, axloqingizni poklaydi, vujudingizni poklaydi, hamma tarafingizni poklaydi. Va yuallimukumul kitaba wal hikma, va sizlarga kitobni ta'lim beradi va hikmatni ta'lim beradi. Mana shu yerda barcha mufassir ulamolarimiz shu yerdagi hikmatdan murod sunnatdir deganlar. Kitob va sunnat. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Va siz bilmagan narsalarni ta'lim beradi. Ana hikmat Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlari ekan shu oyatda. Haqiqatan Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlari to'la to'kis hikmatdir. Hikmatdan boshqa narsa emasdir. Qilgan amallarini hammasi hikmat. Aytgan hadislarining barchasi hikmat. Dunyoda hamma olimlar ittifoq qilishib, musulmon ulamolar aytishganki, Qur'ondan keyingi turadigan ikkinchi so'z Rasulullohning hadislari. Balog'at jihatidan, fasohat jihatidan, hikmat jihatidan, purma'nolik jihatidan hamma tarafdan ustun turadigan narsa. Ana sunnatni hikmat deyishi shundan. Sunnatda bugundan boshlab bilaylikki, mana bu Rasulullohning sunnatidir, mana bu hadislaridir deb sahih rivoyat bilan kelgan bo'lsa, bu hammasi hikmat. Behikmat emas. Ana uni o'rgangan, unga amal qilgan odam ilohiy hikmatni, nabaviy hikmatni o'rgangan bo'ladi va o'sha ilohiy nabaviy hikmatga amal qilgan bo'ladi.